Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlar, gastinisalarni haqida, taomlari haqida, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hop, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar. Oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada azizlar. Xo'p, Makkada gastinisadan bemalol haramgacha piyoda borsangiz ham bo'ladi. 10-12 minutlik yo'l. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Bundan tashqari Madinada gastinisamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Albatta o'zbek oshpazlari tomonidan. Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, sayohatlarimiz Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlari ham bor azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda bonusiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimiz keladigan bo'lsak, reyslarimiz haftani har seshanbasiga Toshkent, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Sizlar bilan qanday bog'lanamiz? Sizniki uzoq deydiganlarga esa bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz Centrum shot raqamlarini tashlaymiz, o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Ofisimizga kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni, naqd sonda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, 14 kunlik umra ziyoratimizda 14 kun ichida sizlar bilan malakali, tajribali elboshlarimiz billa hamrohligida bo'ladi azizlar. Barchasini o'zlari o'rgatib, o'zlari tushuntirib, billa olib yurishadi azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari azizlar, bizni firmamiz tomonidan beriladigan sovg'alar bor. Azizlar, bu bejik beriladi. Mana bunday Makkaga borganingizda adashib qolmaslik uchun bu yerda haqingizda ma'lumot va gastnitsa qayerda joylashgan, barchasi haqida ma'lumotlar kiritilgan bo'ladi azizlar. Undan tashqari sumka beriladi azizlar. Bu narsalaringizni, mayda-chuyda narsalaringizni solgani va kamzil beriladi. Har xil razmerda kamzillarimiz bor azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agarda Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Xo'p azizlar, undan tashqari agarda siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz safarda bemalol bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizning ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilib beramiz. Mana bunday sertifikatlarni qilib, sizning nomingizdan otangizga yoki onangizni tabriklab kelamiz azizlar. Albatta Farg'ona, Marg'ilon ichi azizlar. Xo'p azizlar, hozirgi kunda endi eng qiziqarli joy narxlarimizga keladigan bo'lsak, narxlarimizni Toshkent, Jidda yo'nalishli narxlarimizni 1050 dollardan qilib qo'ydik. Farg'ona, Jidda yo'nalishli narxlarimiz esa 1075 dollardan qo'ydi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. O'zingizni qiziqtirgan savollarga bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib javob olishingiz mumkin azizlar. Agarda video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.